Çocuğum benim, şu benim kızıma hem şifa versin ilahim. Ya Rabbi dinlersin, iltimas lazım. Uch yosh? Ha, bu kasallik to'ydan oldin bilib qo'ygansizlar. Shunga ham eringiz uylandimi, kasalligingizni bilib turib? Yaxshi ko'rganda sizni eringiz, ha? Maktabda gaplashgan. Maktab davridan sevishgan ekan. Keyin bu qizimiz onkologik kasallik bo'lgan, lekin yigit shuni bilib tursa ham baribir uylanibdi. Mard yigitga eringiz. Har kim bu ishni qilmaydi. Haqiqiy mard bo'laydi. 5 yildan buyon davlatdan narsadan lekin kuyovim umuman nolmaydi, qaynonasi ham hech qaysi. Hozir Turkiyada shunga pul ishlab yuribdi. Mard yigit. Mana haqiqiy kuyovlar. Mana bo'lish kerak. O'zi bitta o'g'il lekin, 4 qiz bitta o'g'il lekin shunda ham uylandi shunga. Singlim siz ishoning hamma narsa Xudodan-da. Hali siz tuzalib ketasiz. Xudo xolasa bu kunlarni ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Xudo xolasa o'sha xo'jayingiz bilan birgalikda inshaalloh shu qizingizni to'y ham qilasiz. Yana farzandli bo'lasiz. Nasib, Xudojonim, shunga endi umid etib o'tiribmiz debsa. Shu bacham yaxshi bo'lsa bo'ldi. O'zim nima bo'lsa shu. Menda o'zi ikkita qizim bor. O'g'lim yo'q. Yaxshi niyat qiling. Xudo xolasa albatta tuzalib ketadi. O'g'lim ko'rnida ham, qizim ko'rnida ham shu bacham. Azizlar, Mo'g'ul tumaniga kelganmiz. Mana uning Farid ismlari qizimiz. Bittagina qizi bor. Bu qizimizda onkologik kasallik aniqlangan. 5-6 yil avval o'zimizda davolanganlar, operatsiya ham qilishgan. Ming afsuski, endi o'sha kasallik ichkariga, o'pkalariga o'tgan. Endi hozir bu yerda davolanishda imkoniyati bo'lmayapti. Bularni hozir sotadigan hech narsalari qolmagan, qo'llarida bor narsalarni sotib, hatto o'sha erlar ham ancha qarz ko'targan hisobiga hozir Turkiyada ishlab yurgan ekanlar. Men o'zim eshitib qolganim uchun taklif bilan keldim. Azizlarim, ehsonni mukofoti ehsonda. Bu kasallik og'ir kun hammamizda ham boshimizda bo'lishi mumkin. Ahvollarini ona hatto qo'llariga qarang, quloqlariga qarang, shu tillalari hech narsa qolmaganda hammasini sotib berishdi. Xalqimiz mehribon. Mana obunachilarimizda ham saxiylari bor, boylari bor. Men hammalaringizdan iltimos qilardim, imkon qilsanglar, imkon bo'lsa o'zlarining telefon raqamlarini, kartalarini qo'yib beraman. Telefon raqamlariga telefon qilib, qo'ldan kelgancha yordam berasiz degan umiddaman.